Bolasimiz? Men ko'p aytaman deb bolalar uylanish kerak voqli deb. Mana 18 yoshda uylangan ekanlar, keyin baraka bo'lib, keyinchalik ishlari rivojlanib ketdi. Navoiydan kelibdilar akamiz. Oka? Rostdan 18 da uylanganmisiz? 18 da. O'g'lim 16 yosh. Hozir uni 2 yildan keyin uylantirmoqchiman, xudo xolasa. 89-yil ekanlar. Men o'zim voqli uylanganman deb 21 yoshda uylanganman. Shunga, oka bu nech pulga tushgan sizga? 300 mingga tushgan ekan. 300 mingga olgansiz bu Orientdan. Orient Motorsdan oldim. Ha, reklamani dodasi ketdi. V8 originalmi yo yoptirib olgansiz? Original aka, original. Bitta zavod qilib ko'rsak bo'ladimi? Bemalol. Xullas akalar, buni hindska qilamiz, polni. Mana broni plonkasini yengilab beramiz, tonirovkalarni yengilab beramiz. Yana 2-3 ta mayda ishlari bor. Mana saloni, endi bilasizlar, mana yengichasida soat balobatlar nimalardirlarga qo'yilgan. Kalt shodtamidi bolalar? Voy. Gap yo'q, ha? Oka, nima ish qilasiz? O'zim vrachman. Klinika, apteka, mehmonxona, biznes bilan shug'ullanamiz aka. Voy, gap yo'q. Shu vrachchi orqasidan, Birinchi meditsina orqasidan. Klinika, xususiy klinika, apteka, keyin shunaqa ko'paytirgansiz. ko'paytirganmiz aka. Keyin Otamiz yordam bergan. Otangizlar. Boyi bolasimiz? Boyi bolasimi aka? Keyin siz yana boyib ketganmisiz yo o'sha urovindamisiz? Buni aytolmayman aka. Baraka toping, hammasiga o'xshab yursin. Gap yo'q aka. Okamga omad tilaymiz va xudo xolasa mana shu mashinamiz himsga bo'lgandan keyin bitta rezultatini ham ko'rsatamiz.